Bugun sizlar bilan 610 million so'mga alohida 3 ta xonaga ega bo'lgan 2-etajda joylashgan podyezdlik domdan xonadon ko'rib o'tamiz. Qaranglar. Proyektini tushuntirib o'taman. Remont holatlari yaxshi holatda saqlangan. Asosiy kirish eshigi, birinchi xonasi, ikkinchi xonasi hamda 3-xonasi. Birma-bir xonalarini ko'rsataman. Demak, jihozlangan, lekin jihozlardan bitta-ikkita shkaf, parda gilamlar qoladi. Demak, birinchi xonasi, mana yotoqxona qismi, ikkinchi xonasi. Xonadonimiz ikkita balkonli. Mana bu tarafda bitta balkoni bor. Yotoqxona qismidan o'tishlaringiz mumkin va mana bu yerda kattagina garderob qismi ham mavjud. Buni xona qilib olsangiz ham bo'ladi. Bu yerda ham garderob bor va mehmonxona qismini ko'rishimiz mumkin. E'tibor berasizlar, radiatorlar almashgan, yaxshilardan qo'yilgan, xonadon issiqlanib turibdi ayni vaqt. Xo'p, mana remontlar tayyor va sizlarga yuvinish xonasi hamda oshxona qismlarini ham remont holatlarini ko'rsatib o'taman. Yuvinish xonasini qarang, yuvinish xonasi kafil qilingan, remontlari tayyor holatda, ortiqcha qilinadigan ishi yo'q. Mabodo ko'proq pul bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri yangi remont qilsangiz ham bo'ladi. Demak, yuvinish xonalarini ko'rib o'tdik. Oshxona qismiga o'tamiz. Qaranglar, oshxonada mana bu yerda stиральный mashinka qo'yilgan. Bu demak egalar tomonidan tashab ketiladi hamda mana bu garnitur ham o'rnatilgan. Bu ham qoldiriladi. Oshxona qismi o'zini o'rnida, mabodoga balkonga ko'chirib, to'rxona qilib ishlatish imkoniyati ham bor. Balkon qismimiz anchagina keng. Bu tarafda kattagina shkaf qo'yilgan, o'z narsalarni saqlashingiz uchun va mana bu yoqda bitta xolodilnik ham qo'yilgan ekan. Bunisi olib ketiladi. Sizlar bilan ko'rib o'tgan 3 xonali xonadonimiz mana bu birinchi sonli poliklinika hisoblanadi. Xuddi shuni yonidagi 5 qavatli domlarni 2-qavatida joylashgan edi. 3 xonali xonadon. Ipoteka bo'ladigan variant 610 million so'm, faqat ozroq savdosi bor. Domla pastda mana shunaqa market, poliklinika, u taraflarda bog'cha, maktab, hammasi yaqin hududda joylashgan, yo'lga ham yaqin. Kimga ushbu xonadon qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamimni qoldiraman. To'liq ma'lumot uchun Navoiy Baraka kanaliga obuna bo'ling. Savdolashilgan arzon narxdagi xonadonlarni faqatgina bizning kanaldan topasizlar.